Allah Rabbimiz ayta Tabarak surasining boshida Allazi xalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alloh taolo ul bor etdi o'limni ham tiriklikni sizni sinar uchun. Qaysigiz yaxshiroq amalli ekanini deb aytadi. Qur'onda uch o'rinda kela shu ma'nodagi oyat. Qur'onning birsi Hud surasida, birsi Kahf surasida, birsi shu Tabarak surasida Alloh taolo aytadi biz sizni bor etdik deb sinar uchun deb aytadi. Qaysigiz yaxshiroq amalli ekanini. Shulay bo'lg'ach, mana bunda bizga anglashila. Bizning bu dunyoga kelishimizning maqsadi. Albatta ul g'iybat qilib birinchi shiratda bo'lsa, ikkinchi shiratda ul mana shu sinov dunyosini o'tu. Alloh Rabbimiz aytadi, men tilasam deb butun kishiga hidoyatni berar edim deb aytadi. Lekin mening so'zim haq bo'ldi, jahannamda to'tirashaqman deb aytadi. Alloh taolo bildi kimdir jannatga loyiqli, kimdir jahannamga loyiqli. Bu Allohning hikmati. Ham Allohning hikmati zo'r. Agarda bu dunyoda butunisi bir turligina bo'lsa, ayrilmas edi ko'payibirlar. Biz agarda nosharlik bo'lmasa, biz yaxshilikning narsa ekan bilmas edik. Agarda avru bo'lmasa, biz salomatlikning narsa ekanini bilmas edik, qadrin bilmas edik. Agarda faqirlik, muhtojlik bo'lmasa, biz boylikning qadrin bilmas edik. Agarda xavf bo'lmasa, biz iminlikning qadrin bilmas edik. Mana biz har vaqtni duo qilamiz, Allohdan salomatlik so'raymiz. Duo qilamiz, Allohdan iminlik so'raymiz. Boylik so'raymiz. Ozdirmaydigan boylik so'raymiz. Chunki biz bilamiz, bularning qopma qarshisi noshar ekan. Shunga ko'ra Alloh taolo shu aytib bor etdi. Hamul bizni qarab tura. Farishtalar amallarimizni yozib bora. Hamindi qiyomat kunida bizga Alloh taoloni ko'rsatacak. Mana biz shu sinovni nechik o'tamiz? Shunga ko'ra biz bu dunyoda imtihon beramiz. Imtihon natijalari belgili bo'ladi qiyomat kunida. Hamul imtihonni biz o'tirga tegishlibiz jamoat. Hamoni baribizda o'ta. Baribizda uni bera. Tilaymi, tilamaymi? Ortqa yo'l yo'q. Mening bu dunyoda yashaysa kelmay deb ortqa keta olmaysan. Yo'q, seni Alloh taolo bor etdi, sen yasharga tegishlisan. Tilaysanmi, tilamaysanmi? Yasharga tegish. Ham Alloh taolo bergan umrni durust etib yashab, mana shu Alloh qo'shgan zakonlarni bo'ysunib, Alloh tilagancha yashab, biz imtihonni durust berishga tirishishga tegishlibiz. Agarda shu imtihonni durust bera olsak, Alloh taolo jannatini va'da etadi. Agarda bera olmasak, Mısa ham eng yomoni. Agarda kishi Allohdan tanimasa, iymon keltirmasa, bu eng yomoni o'lda bo'lsa mangilik jahannam. Agardagin tanib tag'in, qo'y bir xatolar qilsa, gunohlar qilsa, ham gunohi izgilikdan ko'proq bo'lsa, shu sabablidagin jahannamga ilaga olashaq. Agarda Alloh taolo uni g'afur etmasa. Shuning uchun hurmatli din qardoshlarim, mana bu dunyo sinov dunyosi. Biz sinalamiz. Alloh taolo shuning uchun bor etdim dedi. Mana shu sinovni baribizga dag'in yaxshi ettirib o'tirga nasib etsa edi. Mana shu muborak kechalarda shularni fikrlab, o'ylab, Alloh taoladan tavfiq so'rab, to'g'ri yo'lni so'rab, durust etib yashab o'tsa edik. Bu dunyoda Allohga bo'ysunib yashab, ham shu va'da bergan, Alloh taolo amonat etib bergan iymonimizni dag'in komil ravishda Allohga topshirib, iymon bilan dunyodan o'tirgan nasib eylesin baribizga dag'in. Davom etamiz.